vaziyatga qarab tus olish. Bu qalamni mish-mishlarni teti uzilmaydi. Ya'ni bir insonni undan so'ramasdan parchalab tashlash. Buni kim nega qiladi degan savol. Kimga kerak bu tomosha? Bir joyda bir dasturxon yozilsa, u yerda bir maza qilib qolsa, 50 grammni ichiga otib olsa, kayfni qilsa, qarsakni chalsa, bir ikki yer tepinib qo'ysa, dardi shu bo'lsa va bu dard jamiyatda qancha ko'p bo'layotgan bo'lsa, shuursiz odamlar, istaganimcha odamlarni zehni bilan o'ynayman, ongi bilan, fikrlashi bilan, hayoti tarzi bilan o'ynayman. Meni umuminsoniy chegaralar umuman qiziqtirmaydi. Bugun bir narsaga erishish uchun bu tusga kiradi, ertaga bir narsaga erishish uchun u tusga kiradi. Har doim tusini o'zgartiradi. Bu qalamin uchun normal, ama bu inson uchun normal emas, değil mi? Yeyish, ichish, kiyinish, rohatlanish, farog'at, kayf, safo, dardi bu shuursiz. Kim bo'lsa ham. Kitob o'qish kerakligini bilasiz, ammo vaqt topish mushkul. Boshlagan kitobingizni tugatish ham oson emas. Har kuni ish, tashvish, vaqt yetmaydi, o'qishga navbat nima qilmaydi, yetib kelmaydi. Xullas, biz bu kabi muammolardan iztirob chekayotganlar va yoki kitobsevarlar uchun bir klub tashkil qildik. Bu yerda siz biz bilan birga kitob o'qishingiz mumkin. Yoki biz siz bilan birga kitob o'qiymiz. Muhim joylarni tahlil qilib, eng kerakli fikrlarni sizga sodda qilib men o'zim tushuntirib beraman. Bu klubda siz hayot, tafakkur va o'sish uchun kerakli bo'lgan kitoblarning asosiy g'oyalarini o'rganasiz. Men o'zim o'qiyotganim asarlardan sizga foydasi tegadigan fikrlarni qisqa, aniq qilib tushuntirib beraman. Agar kitob o'qishga va fikrlashga jiddiy qarasangiz, siz bu yerda o'zingizni albatta topasiz. Bu videoning ostida havola bor. U orqali klubimizga qo'shilishingiz mumkin. Xo'p, do'stlar, o'tgan gal shuur haqida gaplashdik va biz shuurni inson fitratining o'murtqasi dedik. Ya'ni shuur bo'lmasa, o'murtqasizlar, sudraluvchilarga o'xshab qolishi mumkin dedik. Ya'ni bizni inson sifatida oyoqda ushlab turadigan narsani nima dedik? Shuur dedik va shuurni ikkita nuqtaga bog'ladik. Aqlga va bilimga bog'ladik. Ya'ni shuurni nimasida ikkita turadi. Shuursizlik nima degan savol keladi unda. Noaniqlik, o'zgaruvchanlik. O'zgaruvchanlik deganda vaziyatga qarab tus olish. Bu qalamin kimligi, nimaligi, nima istayotgani ma'lum bo'lmagan. Masalan, deylik, Sardor, siz tizimli fikrlayotgan bir odam bo'lsangiz. Tizimli fikrlash nima degani? Bir yo'nalishingiz bor. Yo'nalish qachon paydo bo'ladi? Istagingiz bor. Va siz u istakka olib boradigan yo'llarni nima qilgansiz? Aniqlab bo'lgansiz. Va siz butun hayotingizni o'sha yo'lga, manzilga yetib borish uchun safarbar qilgan biri o'laroq siz bu qalamin bo'la olasizmi? Imkonsiz. Bu degani doimiy o'ziga xiyonat qilyapti degan. Va har safar yangitdan manzilga chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar bir juda sirli bir narsa orqasidan turgan bo'lsangiz, faraz qiling, ovga shaylanayotgan bu qalaminni. Hozir oqlash mumkin, hayot shu deyish mumkin, ammo har ovni qarshisida har safar yangidan va bittagina dardi bor unday ishlayotgan odamlarning, unday hayot. Bugun bir narsaga erishish uchun bu tusga kiradi, ertaga bir narsaga erishish uchun u tusga kiradi. Har doim tusini o'zgartiradi. Bu qalamin uchun normal, ammo bu inson uchun normal emas, bu. Mana shu shuursizlik. Ikkiyuzlamachilik, ko'zbo'yamachilik. Bu. Endi o'tgan galgi suhbatimizda aytdikki, faqat hislarimizga tayanib yashashga da'vat qilinyapmiz. Aqlingni ishlatib o'tirma. Hislaringga tayan, hislaringga suyan, hislar seni aldamaydi.
sen bilasan o'zi har narsa ichingda kabi bu da'vatlar ko'rinishda juda beg'ubor ko'ringani bilan aqlni ishlatmaslikka da'vat bor orqasida. Buni kim bilib qiladi, kim bilmay qiladi, kim juda go'zal tuyulgani uchun qiladi. Buni qilayotganlarni ayblash uchun aytmayapman men. Buni eshitayotganlarni diqqatli bo'lish uchun aytyapmiz. Katerina bir jurnalist haqidagi bir Amerikaning kinosi bor. O qizni boshiga bir tashvish kelib tushadi. Xullas uyiga qaytganda bir yigit bilan tanishadi, boshqa bo'ladi. Va u yigit ertalab uni uyini maxsus xizmatlar bosadi. U yigit terrorist bo'lib chiqadi. Va qizni undan xabar yo'q, qiz jurnalist. Esingizga tushdimi o'sha film? Va butun jurnalistlar u qiz haqida yozishni boshlaydi. Mish-mishlarni keti uzilmaydi. Ya'ni bir insonni undan so'ramasdan parchalab tashlash. Buni kim nega qiladi degan savol. Kimga kerak bu tomosha? Shuursiz odamlarga kerak. Shuurli odamlar zotan boshidan biladi. Bu yerda bir problem borligini, bu yerda bir axloqiy me'yorlar buzilayotganini, u Katerina kim bo'lishidan qat'iy nazar uni bir shaxsiy hayoti borligi, u bir siyosatchi emas, u bir boshqa emaski, uni har bir hayotidagi detallar boshqalarga oshkor etilsin, kabi narsalar. Uni tushunadi darhol. Bu yerda bir nima bor? Fitna bor. Buni nega qilyapti uni bu hamkasblari? Nega u haqida o'nlab bunaqa hikoyalar, uni har doim bir buzuq bo'lganligi, har doim noto'g'ri yo'llardan yurganligi, hatto uyini ham o'sha yo'llar bilan olganligi haqida nima boshlanadi? Katerina umrida o'ylab ham ko'rmagani masalalarda real hikoyalar paydo bo'ladi va uni inson sifatida parchalash operatsiyasi boshlanadi. Bir jamiyat buni nega qiladi? Nega birini obro'siga tajovuz qiladi? Shuurli insonlar yashashini bilsa jamiyat buni qila oladimi? Qiyin bo'ladi qilish. Qilsa kerak baribir-da. Ammo qiyin bo'ladi. Qarshi tomon taftish qilishni boshlaydi. Savol berishni boshlaydi. Nimaga, nega ko'ra? Isbot, dalil so'rashni boshlaydi. Shunchaki faraziy toshlar boyagi manipulyativ odamni zehni bilan o'ynaydigan jumlalar tuzishga qo'ymaydi. Bu qo'ymaydigan qatlam shuurli qatlam. Bu bir jamiyatni o'mirtqalari. Va har doim bu o'mirtqa sindirishga harakat qilinadi. Nojiddiy qarayotganlar tarafidan. Nimaga nojiddiy qarayotganlar? Bir boshqaruv, bu yerda bir hudud, odamlar bor, tasavvur qiling. U yerda men istaganimcha ot choptiraman. Istaganimcha odamlarni zehni bilan o'ynayman, ongi bilan, fikrlashi bilan, hayoti tarzi bilan o'ynayman. Meni umum insoniy chegaralar umuman qiziqtirmaydi. Men qo'yaman bu yerda qonunni deydiganlar va bunday o'zini tutayotganlar qiladigan xatolardir. Hech kim shu paytgacha insoniyat qo'ygan chegaralarni uzoq vaqt buzib yashamaydi. Tushuntirami? Hech kim, hech bir jamiyat, hech bir iqtidor imkonsiz buni. Bu xuddi umumiy insoniyatni tanasiga chiqqan bir yaraday va butun insoniyat, butun tizimlar u yarani tuzatish chorasini ko'radi. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun bir yerda bir buzg'unchilik harakati boshlansa yoki buzg'unchi bir g'oyalar o'rtaga chiqsa yoki umum insoniy qadriyatlar, haqlar, huquqlar bilib turib, ko'rib turib bepisandlarcha chaynashni boshlansa, yirtish boshlansa, u yerda bir muammo boshlanadi. Nega?
umumiy shuurga zarba berishga urinish hisoblanadi. Buni bir oila misolida ham tushunishingiz mumkin. Bir oilada bir bezori chiqib qolishi bilan u yerda tartibga quloq solmayotgan, faqat hislari bilan harakat qilayotgan biri bor. Oilani umumiy qadriyatlariga amal qilmaydi, faqat hislari bilan harakat qiladi. Men shunday his qilyapman. Bir shuurli odam faqat hissi bilan harakat qilmaydi. Yaxshi odam bo'lishi mumkin. Hislari ham yaxshi bo'lishi mumkin. Hatto juda gumanli bo'lishi ham mumkin. Ammo faqat hislari bilan harakat qilyaptimi, shuuri ishlamayapti. Bunday qila olmaydi. Masalan, siz deylik, Sardor yaxshi jurnalistsiz deylik. Sizni biz ishga oldik. Va dedikki, borib ko'chada yashaydigan uysizlar haqida bir film qiling dedik. Siz bordingiz, uysizlar haq bilan ko'rsatuv qildingiz, rahm qildingiz, hislaringizga berildingiz, ko'rsatuvni qilib keldingiz va endi deylik, siz ularni shaxsiy hayoti bilan bog'liq, ularni pul topishi bilan bog'liq, ularga gumanitar yordamlar bilan bog'liq bosh qotirishni boshladingiz. Va endi unday faollik ko'rsatishdan boshladingiz. Abduqayimga yoqadimi bu? Yoqmaydi. Nega yoqmaydi Abduqayimga? Chunki bu ishxonada deylik o'rnatilgan bir tartib bor. Siz u tartibni buzishga urinyapsiz. Ammo niyatingiz yomon emas. Lekin baribir bu yerdagi tartibni buzishga harakat qilyapsiz. Bilib emas. Sizni tabiatingiz shunaqa. Maktabda hammadan a'lochi bo'lgansiz. Domla bitta kitob o'qi desa, 3 ta kitob o'qib kelgansiz. Institutda ham, universitetda ham shunaqa bo'lgansiz. Va har doim buning uchun qarshi chalingan sizga. Ammo nimagadir bu yerga keluvdingiz, endi sizga hech kim qarshi chalmayapti. Aksincha, sizni bu jamoadan otish, chiqarib tashlash harakatlari boshlandi. Nega bunday bo'ldi? Nima o'zgardi? Siz shu paytgacha qilganingiz harakatda davom etyapsiz-ku. Chunki bu yerda sizgacha o'rnatilgan bir tartib bor. U tartibni ichida qolish majburiyatingiz bor. Siz istaganingiz uchun bu yer 10 yildan beri jurnalistdan talab qilinadigan narsani o'zgartira olmaydi. Agar sizda gumanitar qismingiz faol bo'lsa, ya'ni insoniy qismingiz, hislaringiz, boshqa narsalaringiz hali borasiz bir sivil to'plum qurilishi deydi turklar. Bizda o'sha ijtimoiy yordamlashish markaziga ishga kirasiz. Sizni u insoniylik faoliyatingizni ertadan davom ettirasiz. Ammo bu yerda bu yer talab qo'ygan narsani qilasiz. Ortiqcha vaqt topasiz, borib o'sha uysizlarga yordam berishni u yerda chorasini ko'rasiz. Tushuntira oldimmi? Siz bu harakatni qanday qildingiz? Shuurli bir harakat qildingiz. Bu ishda ham o'rningizni saqlab qoldingiz. Bu yerdagi qonun qoidalarga amal qildingiz. Bu yerda faqat jurnalist o'laroq faoliyat, endi hislaringiz bor-ku sizni bor. Uni u yoqqa tashiysiz. Ya'ni yordamlashish, insonparvarlik kabi, marhamatli bo'lish kabi sizda bor narsalarni u siz yasholmaganingiz uchun, uni qila olish uchun boshqa bir joy nima qilasiz? Bo'lmasa bu ishingizdan nima qilasiz? Ajrab qolasiz. Bu yerda siz hissiy harakat qilmadingiz. Siz bu yerda idrokni ishlatdingiz. Vaziyatni to'g'ri baholadingiz. Bu yerda nimaga sizni ortiqcha ishlashingiz qarsiq chalinmasligini, boshqa hamkasblaringizni ko'ziga botayotganini to'g'ri tasbit qildingiz. Ammo dedingizki, menda bunaqa bir nima bor. Ya'ni men bunga rozi emasman. Men insonlarga yordam qilishni istayman. Dedingiz. Biz aytgan ko'rsatuvni bu yerda qilib kelaverasiz. U uysiz haqida. Keyin boyagi ijtimoiy yordamlash markaziga borib yordamni olib, keyin unga borib yordam ham qilaverasiz. Shuur bor joyda men xato bo'lishiga unchalik ishonmayman. Hislar ortib ketib qolsa, idrok qilish nimasi pasayib ketib qolsa, muammo kelib chiqadi. Masalan, deylik, 3 ta asosiy qism haqida gapirdik. His dedik. Shuurni 3 ta asosiy nuqtasi bor. Birinchisi hislar. U nima bu? U sezgilarimiz bizda. Hayvonda ham bor bu. Qo'lingizni ko'tarib tosh otaman desangiz, qochishni biladi. His bor chunki. Kaltakni yeb ko'rgan. Kaltak yegandan keyin uning bir hissi bor. Bir marta u toshni yegan. Ammo u tosh yemagan bo'lsa edi, qochmasdi u.
Ikkinchisi zehn. Bu nima degani? Bizni ongimiz. Bu paytgacha biz bilib bilmay ongimiz ostida joylashgan ma'lumotlar yig'indisi va keyin idrok. Uchinchi nuqtasi. Bu nima? Bu bizni aql ishlatganimiz nuqtalar. Tushunchalar, tafakkur qilib topganimiz haqiqatlar boshqa. Bu uchalasi ishlaganda shuur ishlaydi. Ishlayotgan bo'ladi to'g'riroq. Ya'ni xulosa qilamiz, faqat sezgilar bilan qilinayotgan har qanday harakat shuursiz harakatdir. Hissiyotlargagina suyanilgan. Ammo bugun bizni butun dunyo bunga da'vat qiladi. Masalan, hatto sizni hislaringiz orqali bir depressiyaga kirgan bo'lsangiz, sizni davolayman deyotgan ruhshunos ham yana sizni hislaringizga murojaat qilib sizni yoniga chaqiradi. Siz zotan qopqondasiz, endi boshqa bir qopqonga tushasiz. Ya'ni bu yerda nima xulosa qilamiz? Shuursizlik shu. Faqat hissiyotlari va jismoniy istaklari bilan harakatlanayotgan odam shuursiz odamdir. Istaklarni o'lchaydi. Istaklari nima? Yeyish, ichish, kiyinish, rohatlanish, farog'at, kayf, safo, dardi bu, u shuursiz. Intellekt haqida gapirganimizda kun dengiz bo'yida men nima dedim? Bir muammoni o'zini mana shu asl masala shu. Bir muammoni o'zini aqli va imkoniyati darajasidan kelib chiqib yetishga urinayotgan odam intellektualdir. U cho'pon bo'lishi mumkin, u dehqon bo'lishi mumkin, u kim bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Bir muammoni yetishga urinayotgan, buning uchun bosh qotirayotgan odam intellektual odamdir. Chopiq qilish uchun ishlatiladigan ketmon bilan yerni tekislash uchun balandni pastga, pastni nima qilib otish uchun ishlatiladigan ketmonni hajmida farq bor, to'g'rimi? Hammamiz buni yaxshi bilamiz. Paxtani chopiq qiladigan ketmonni uchlari kichkina, o'zi yengil bo'ladi. Ammo yerni tekislash uchun, agat olish uchun, o'q-ariq qozish uchun ishlatiladigan ketmonlarning hajmi katta bo'ladi. Shuni kim o'ylagan? Bir intellektual o'ylagan. Shuni bir bosh qotirgan shedi, biri. Tamommi? Bir muammoni yechgan u. Bir daradan yursangiz, qo'ylarni haydab, u yerda bo'rilarga duch kelib qolishingiz mumkin. Ammo qo'ylarni bo'rilardan omonda olib o'tish kerak. Buning uchun sizga nimaga ehtiyojingiz bor? Qo'riqlovchi itlarga ehtiyojingiz bor. Qachon olib o'tishni bilishingiz kerak. Tunda olib o'tish xavfli bo'lishi mumkin. Kunda olib o'tish kerak. Tunda qo'ylarni harakatlantirmagan ma'qul. Yo falon fasl yoki ob-havo bunday bo'lishi kerak. Buni hammasi intellektual yechimlar. Tushuntira oldimmi? Buni har joyda ishlatishingiz mumkin. Bunday yashayotgan odamlar bunday tafakkur qilib yashayib, har doim bir muammoni, u maktabda bo'lsin, u ishxonada bo'lsin, u oilada bo'lsin, u mahallada bo'lsin, bir muammo bor, u muammoni yechimiga kirishayotgan odam. Jamiyatga ziyon berishi mumkin bo'lgan bir muammo va uni yechimi uchun hokimga boradi, bilmadim, deputatga murojaat qiladi, oliy ta'limga murojaat qiladi. Yechishimiz kerak. Buni hammamizga ziyoni bor deb harakatga kelayotgan birini tasavvur qiling. Har qachon qayerda bo'lishidan qat'iy nazar bir joyda chuqurga kirayotgan odam nimaga? Intellektual odamdir. Nima degani chuqurga? Men desam, Sardor Zaytun haqida menga ma'lumot yig'ing dedim. Zaytun haqida. Siz aytdingiz, zaytun yer yuzida bunday bo'ladi. Mana bunaqa ranglari bor. Bunaqa yog'lar olinadi. Kabi buncha tonna yer yuzida zaytun ishlab chiqariladi. Undan bunchasi yog' olinadi, bunchasi bunchadan sotiladi. Bugun narxi uncha dedingiz. Bu yuzaki tekshirish. Bunaqasiga.
Men sizga aytdim, Sardor, menga Bursada falon qishloqdagi zaytun haqida ma'lumot to'plang. Sizni u yuzakilikda kesdim. Ma'lum bir joyga olib kelib qo'ydim. Siz endi Bursani u joyda nechta zaytun turi bor? Yilni qaysi faslda ular nima bo'ladi? Ularni boshqa zaytunlardan farqi nima? Yog'ida nima bor? Qaysi tomondan boshqa zaytunlardan ustun? U yerdagilar, u zaytunni iste'mol qilayotganlarda organizmida qanaqa o'zgarishlar kuzatildi? U zaytunni pishmasdan sho'rlab qo'ygan ma'qulmi? Uni yog' qilgan ma'qulmi? Kabi bunga sabab yerni, tuproqni nimasi, u yerni ob-havosi. Ko'rdingizmi? Endi chuqurga kirdingiz. Bir joyni oxirigacha chuqurga. Mana shuni qilayotgan odam intellektual odamdir. Bu tamomiyla shuur bilan bog'liqdir. Bilim bilan desiz, bilim keyin keladi. Shuur bilan bir harakat boshlanganda yetarsiz. Masalan, deylik, siz bir qurilishni boshladingiz uyda, mix qoqishingiz kerak. Mixni topdingiz, ammo endi uni qoqish uchun bolg'aga ehtiyoj bor. Tosh bilan harakat qilib ko'rasiz, tosh yetmayapti. U bittagina mix emas. Yuzlab mix qoqishingiz kerak. Endi bolg'aga ehtiyoj borligini his qilib harakatga kirdingiz. Bu bir bilimdir. Borib bolg'ani topib kelasiz. Keyin unga ehtiyoj, keyin bu ya'ni bu shuur bilan yo'lga chiqilganda bilim sekin-sekin keladi. Xatolar u bo'ladi, bu bo'ladi, keladi. Ammo bularni hammasiga ko'z yumib beparvolarcha dardi, qornini to'yg'izish, raqsga tushish uchun joy qidirish, to'y hashamlarda qidirib yurish, bir joyda bir dasturxon yozilsa, u yerda bir maza qilib qolsa, 50 grammni ichiga otib olsa, kayfni qilsa, qarsakni chalsa, bir ikki yer tepinib qo'ysa, dardi shu bo'lsa va bu dard jamiyatda qancha ko'p bo'layotgan bo'lsa, shuursiz odamlar. Xo'p, endi bu shuur deyapsiz. Shuur nima desiz, insonni bir girdobdan chiqaradigan narsadir bu shuur. Shuur bo'lmasa bir girdobdadir. Ya'ni inson faqat surati bilan mashg'ul bo'ladi. Basirati bilan mashg'ul bo'la olmaydi shuur bo'lsa. Surati bilan mashg'ul bo'ladi degani kiyimi, kechagi, yeyishi, ichishi bilan mashg'ul bo'lishi mumkin, ammo ichi haqiqatlar, dunyo, insoniylik, tafakkur, fikr kabilardan uzoq bo'ladi. Bunga rozi bo'lsa bemalol. Shuning uchun aytamizki, shuur bu jasoratdir. Shuurli bo'la olish bir jasoratni ramzidir. Hamma xuddi kitob o'qish kichkina ish emas, u rosa og'ir ish degandek. Shuurli bo'lish ham bu jasorat talab qiladi. Nima jasorat desangiz, kirish va chiqish orasidagi, bu yoqqa kelish va bu yoqdan ketish orasidagi, tug'ilish va o'lim o'rtasida jasur bo'lishni talab qiladi. Jasur odamlargina shuurlidir yoki shuurli odamlargina jasurdir. Inson bo'lish san'ati deyapmiz-ku. Hamma o'ylaydi hozir bu nima haqida gapiryapti deb o'ylayotgan. Istaganimiz, havas qiladiganimiz, istagan odamni oling. Chunki biz biriga havas qilsak, o'zimizni havas qilmaymiz-da. Unda bizda yo'q bir narsa bor. Havas shunday bo'ladi. Siz o'zida bor narsaga boshqasida bo'lsa havas qilmaysiz. Havas qilyapmizmi? Bizda yo'q bir narsa bor. Hali yetib kelmadik u narsaga. Istaganingiz havas qiladigan odamni, rost ekaniga havas qiladigan odamni hayotiga qarasangiz ikkita narsani ko'rasiz. Ular inson bo'lish san'atini topganda boshqa narsalar topmagan bo'lishi mumkin. Istagan, shu odam ajoyib, shu odam yaxshi. Ikkita muhim sifat bor. Ikkita muhim sifat. Har birida bor u. Payg'ambarimizdan boshlang, aqlingizga keladigan, istagan, havas qiladigan odamingizga qarab keling, ularda ikkita muhim narsa bor. Birinchisi shaxsiyat. Ularni ya'ni birini bizni havas qiladigan bir qilib turgan narsa undagi shaxsiyat, uning kimligi emas. Ya'ni kimligi derkan, kimlardan u? Falonchilardanligi emas, falonchilardan kelayotgani emas. Uni shaxsi, ya'ni layoqatli ekanligi. Men sizni
Sardor bu o'zimizni o'zbek deb ishga olsam va siz o'zbek ekanligingiz uchun ishga olinganingizni bilsangiz, bu yerda mana deylik turk rejissor ukalarimiz bor, operatorlarimiz ham bor. Men ularni emas, sizni ishga olishimni sababi o'zbek ekanligingiz bo'lsa, siz meni tanqid qila olasizmi? Qilolmaysiz. Endi men sizni layoqatingiz uchun ishga olgan bo'lsam, siz meni tanqid qila olasizmi? Qila olasiz bemalol. Nega? Chunki siz bir layoqatlisiz. Men sizni nima uchun ishga olinganingizni yaxshi bilasiz. Balki siz shu tanqid qilishingiz mumkin bo'lgani uchun ishga olingansiz. Shunga aqlingiz yetgani uchun ishga olingansiz. Tushuntira oldimmi? Men sizni chiroyli ko'zlaringiz, qoshlaringiz o'zimizda qora ko'z yigitlardan bo'lganingiz uchun emas, o'zbek bo'lganingiz uchun emas, men sizni layoqatingiz uchun bu yerga olib kelgan bo'lsam, siz meni tanqid qilishdan qo'rqmaysiz. Va sizni shaxs qilib turgan narsa ham shudir. Sizni bir intellektual qilayotgan ham shudir. Va ikkinchi bir xislat jamol, estetika. Ya'ni biz havas qiladigan odamlarni aksariyatida go'zallik bor hayotida. Tutumida, gapida, hayot tarzida, qarorlarida, qiziqishlarida bir go'zallik ko'rasiz. Har doim ko'rasiz buni. Mana shu hammasi shuur mahsulotlari. Menimcha o'tgan suhbatda boshlaganimiz shuur va u haqidagi suhbatni mana shu yerda yakunlasak to'g'ri bo'ladi. Tabii buni istagan tomonga tortish mumkin, istagancha muhokama qilish mumkin. Men o'ylayman, hozir biz tomosha qilib turganlar orasida ustozlarimiz bo'lsa, biz ko'rmagan joylarimizda, mana bu joyda xato qildim, mana buni noto'g'riroq aytdi, bunda yetkazsa bo'ladi. Mumkin. Ya'ni bu illoki shunday degan bir narsa emas. Bu bir tafakkur tarzi. Biz shuur haqida bir qadar o'sha fikr qildik. O'zimiz anglagan nuqtalarni aytishga harakat qildik. Meni nuqtai nazarimda shu tushunarli bo'lgan bo'lsa, shu yetarli. Yani tushunib olish uchun, anglash uchun va xarita tizarkanmiz hayotimizni, rotasini aniqlarkanmiz, yo'lni. Bu eng muhim nuqta ekanligi. Mashinangizni yo'lga hozirlarkansiz, qishda boshqa nimalarni, oyoqlarni, qishlik nimalarni qo'yasiz, yozda boshqa taqqaningiz kabi. Bu yerda ham bu sozlamalar, men bu hayot yo'lida chiqarkanman, maqsadim falon manzilga borish kerak ekan, meni sozlamalarimda shuur masalasi aniq yechilgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa yarim yilda qolib ketaman. Balki hech bir masofani bosib o'tamayman. Bir joyda aylanib yotaveraman balki. Va bu nima deydi? Chiranish va bu aylanish botib qolgan mashinaga o'xshab umrimning so'ngiga qadar ham davom etishi mumkin. To motorim o'chgungacha bir joyda aylanib qolishim ham mumkin ekan. Qachon shuur bo'lmasa deb yo'lga chiqilsa, yosh ukalarimiz hali hayotni boshlayotgan singillarimiz, o'zimiz ham buni anglab tursak, o'zimizga eslatib tursak, balki borishimiz kerak bo'lgan nuqtaga, anglashimiz kerak bo'lgan narsalarni tezroq anglaymiz. Faqat yuzalarda yurmaymiz. Toshdan toshga sakrab, chuqurlarga suzib kirishimiz mumkin bo'ladi, jur'at qilishimiz mumkin bo'ladi. Shuur bo'lsa. Yaxshi diqqat bilan eshitganingiz uchun rahmat. Aziz do'stlar, shuur haqida gaplashdik. Keyingi suhbatlar uchun mavzularni taklif qilishingiz mumkin. Izohlar qismida yozib qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshi kitoblarni o'qiysiz, ammo esda qolmaydi. Yoki o'rganganlaringizni hayotingizda qanday qo'llashni bilmaysiz. Agar bu kabi muammolar sizda ham bo'lsa, bir yangiligimiz bor siz uchun. Yaqinda biz maxsus klub ochdik. Bu yerda dunyoga mashhur kitoblarni birgalikda o'qib, tahlil qilyapmiz. Kitobni faqat o'qib qo'yish emas, undan nima olish, qanday eslab qolish va qanday qo'llash kerakligini ham u yerda hammamiz birgalikda o'rganamiz. Men o'zim o'qiyotgan asarlardan foydali bo'lgan qismlarni
tahlil qilib, sizga tushunarli qilib oddiy bir tilda yetkazib boraman. Bundan tashqari jonli onlayn suhbatlar ham uyushtirib o'tkazib turamiz. Bu suhbatlar sizga ilhom beradi. Fikringizni kengayishiga, o'sishingizga sabab bo'ladi inshaalloh. Videoning ostida havola bor. U orqali klubga qo'shilishingiz mumkin.